to'ldi benzin. Necha pullik bo'ldi aka? 1.588.000 1 litr 25 mingdan 63 litr. 25 mingdan ham benzin qo'yadi. Nima qilay? 95 quyapman akama. Bilmayman endi necha pullik bo'ladi. Qani necha pullik quylarga? Benzinni qarang, Yevropada bo'lardi. 2 dollardan quyganimizda, adashmasam Shvetsariyada yoki Italiyada mazamiz qochuvdi. 2 dollar, 2 yevrodan ham benzin qo'yadimi deb. Mana o'zimizda 2 yevroga chiqib qoldi benzinlar. Ikkita mag'luqqa qornini to'yg'izamiz. Mana bu yoqda Dodge Ram bitta mag'luq 507. Ha, Dodge Challenger. Siz necha puldan benzin quyapsiz? 25 ming. Arzonlashsan ish qilib. Qancha necha pullik bo'ldi? O'tgan kuni 100 dollarlik benzin quygan edi. Bu joyda ozgina bor edi. Menimcha yarim bak bor edi. Hozir 830 mingni to'ladi. Kunda 800 mingmi, 900 mingmi? Gap yo'q. Hozir to'layveraman aka. Qanaqadan to'layveraman? Chosizlarmi benzinni? Benzinni chomizmi bilmayman aka.